Zanjabil qadimdan dori o'simlik sifatida qadrlanadi. Uning ildizida gingerol va shunga o'xshash bioaktiv birikmalar mavjud bo'lib, ular kuchli yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatiga ega. Zanjabil ovqat hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlash, qondagi glyukoza darajasini me'yorlashtirish va nafas yo'llarini normal ishlashiga yordam beradi. Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun zanjabil ildizlaridan ekstrakt olishni o'rganamiz. Buning uchun biz tayyor bozorlarda sotilayotgan zanjabil ildizini olamiz va 5 gram tortib olamiz. Dorixonalarda sotiladigan 70% spirtdan 350 ml olamiz va unga 150 ml suv qo'shsak, bizga kerakli konsentratsiya hosil bo'ladi. Tayyor spirtli eritmamizdan 50 ml olib, tortib olgan zanjabilimizni ustiga qo'yamiz va 10-14 kun davomida tindiramiz. Shisha idishini yaxshilab yopiladigan qopqoqda yopib qo'yishimiz zarur. Tayyor eritmani filtrlab, laboratoriya sinovlari uchun ishlatsak bo'ladi. Agar siz uni uyda iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, asal va iliqdan issiqroq suv qo'shib ichsangiz